Dunyoda shunday bir kompaniya borki, agar u bir kun ishlab chiqarishni to'xtatsa, butun elektronika sanoati izdan chiqadi. Smartfonlar, kompyuterlar, sun'iy intellekt hammasi birdaniga sekinlashadi. Raqamli taraqqiyot kamida 20 yil ortga ketadi. Bu kompaniya monopol darajada kuchli. 2024-yilda kapitalizatsiyasi 400 milliard dollarga yetgan. Yiliga atigi 20 ta mashina ishlab chiqaradi. Lekin har biri milliardlab dollarlik chip ishlab chiqarishga imkon beradi. Sirli jihat shundaki, ko'pchilik bu kompaniya nomini ham bilmaydi. Lekin u butun dunyo chip sanoatining yuragi hisoblanadi. Gap ASML haqida ketmoqda. Intel, Samsung, TSMC barchasi ASML uskunasisiz chip ishlab chiqara olmaydi. ASML dunyoda yagona kompaniya bo'lib, ekstremal ultrabinafsha EUV texnologiyasiga ega litografiya mashinalarini ishlab chiqaradi. Bu mashinalar kremniy plastinalariga nanometr darajasida naqsh bosadi va milliardlab tranzistorlardan iborat 3 va 7 nanometr texnologiyali chiplarni tayyorlashga imkon beradi. Aynan shu mashinalar tufayli bugungi iPhone telefonlar, superkompyuterlar va sun'iy intellekt tizimlari mavjud. Ammo hozirda chip sanoatidagi ayrim kompaniyalar o'yindan chiqishmoqda. Sabab texnologiya qimmatlamoqda. Assalomu alaykum do'stlar, men Zoir Kenjay, PhD dotsent. Bugun sizni ASML dunyo chip sanoatining yuragi bilan tanishtiraman. Bu chiplar haqidagi 3-video. Agar birinchi va ikkinchi qismlarni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tavsiya qilaman. U yerda chip urushi, dunyo siyosati va chip qanday ishlab chiqarilishi haqida gaplashganmiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Foydali bilim olish uchun ozroq vaqtingizni ayamang. Agar video manzur bo'lsa, like bosing, fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'ling. Videoni oxirigacha ko'ring. Yakunda muhim gaplarimiz bor. Ko'rsatuv homiysi ilm-fanni qo'llab-quvvatlashdan charchamaydigan Toshkent amaliy fanlar universiteti. ASML tarixi va shakllanishi. ASML tarixi 1980-yillarda boshlanadi. O'sha paytda chip bozorida Canon, Nikon va Philips kabi yirik o'yinchilar bor edi. 84-yilda Niderlandiyada Philips va ASM International qo'shma korxona tuzib, unga ASM Lithography deb nom berildi. 85-yilda Veldhoven shahrida birinchi zavod ochildi. Bu joyda bugun ham ASMLning yuragi hisoblanadi. Bir yil o'tib, nemis optika giganti Carl Zeiss bilan hamkorlik boshlandi va ular ASML uchun eng mukammal ko'zgularni yaratishdi. 88-yilda Tayvanda filial ochildi. Bu esa keyinchalik TSMC bilan strategik hamkorlikka yo'l ochdi. 90-yillarda kompaniya moliyaviy qiyinchiliklarga duch keldi. Lekin 95-yilda Amsterdam va Nasdaqda aksiyalarini joylashtirib, yangi hayot boshladi. 2000-yillarda TWINSCAN seriyasi paydo bo'ldi. Bir vaqtning o'zida ikkita 300 mm plastinada ishlash imkonini beradigan mashinalar. 2012-yillarda EUV texnologiyasini rivojlantirish uchun kompaniyaga Intel, Samsung va TSMC milliardlab dollarlar sarmoya kiritdi. O'sha paytda ASML kapitalizatsiyasi 26 milliard dollar edi, lekin bugungi kunga kelib u 400 milliard dollarga yetgan. ASML tarixi bu kichkina startapdan global monopoliyaga aylangan kompaniya tarixi. Ularning eng katta yutug'i EUV texnologiyasiga tikilgan katta sarmoya va sabrdir. Litografiya texnologiyasi asoslari. Litografiya nima? Litografiya bu kremniy plastinaga chip naqshini bosish jarayoni. Har bir chip yuzlab qatlamlardan iborat, milliardlab tranzistorlar aynan shu jarayon orqali hosil bo'ladi. Avval plastinaga fotosensitiv qatlam fotorezist surtiladi. Keyin chip dizayni maxsus maska orqali ultrabinafsha nur yordamida plastinaga proyeksiya qilinadi. Yorug'lik ta'sirida fotorezist kimyoviy o'zgaradi va kerakli naqsh hosil bo'ladi. Keyingi bosqich yemirish. Ortiqcha qatlam plazma yoki maxsus kimyoviy eritmalar, masalan, ashfutor kislotasi yordamida olib tashlanadi. So'ngra fotorezist tozalanadi va jarayon qayta-qayta takrorlanadi. Natijada murakkab yarim o'tkazgich strukturalari hosil bo'ladi. To'liq chip ishlab chiqarish jarayoni haqidagi oldingi ko'rsatuvda gaplashib o'tganmiz. Ko'rib olsangiz bo'ladi. ASMLning avvalgi mashinalari DUF Deep Ultraviolet, ya'ni chuqur ultrabinafsha nurlari 193 nanometr to'lqin uzunligidagi lazerlardan foydalangan. Ammo haqiqiy yutuq EUV Extreme Ultraviolet, ya'ni ekstremal ultrabinafsha nurlari texnologiyasidir. EUV nuri 13,5 nanometr uzunlikda. Bu 5 ta DNK ipining yonma-yon kengligiga teng. Shunchalik kichikki havoda yutilib ketadi. Shu sababli butun jarayon vakuumda amalga oshiriladi. EUV mashinasining tuzilishi va ishlashi. ASML mashinasi dunyodagi eng murakkab texnologik asbob.
Og'irligi 180 tonna atrofida. Ichida 100 mingdan ortiq detallar, minglab kabel va boltlar bor. Uni yig'ish uchun 4 oy vaqt ketadi. Yetkazib berish uchun esa 7 ta Boeing 747 samolyoti kerak bo'ladi. Narxi esa 200 million dollar atrofida. Mashinaning yuragi bu yorug'lik manbai. Eritilgan qalay tomchilari soniyada 50 ming marta chiqariladi. CO2 lazerlari bu tomchilarga zarba beradi va plazma hosil qiladi. Shu plazmada ekstremal ultrabinafsha EF nurlari chiqadi. Bu plazma hatto quyoshdan ham issiq. EF nuri oddiy linzadan o'ta olmaydi. Shuning uchun ASML nemis optika giganti Zeiss bilan birga maxsus ko'zgular ishlab chiqdi. Molibden va kremniy qatlamlaridan iborat bu ko'zgular dunyodagi eng tekis yuzalarga ega. Keyingi qism optik tizim. Optik tizim nurni to'plab maska orqali kremniy plastinaga yo'naltiradi. Maska chip dizayni kodlangan shablon deyiladi. Buffer va maska platformalari nanometr darajasida sinxron harakatlanishi zarur. Aniqlik shunchalik yuqoriki, jarayonni oy yuzasidan yerda turgan tangaga lazer yo'naltirishga qiyoslash mumkin. Har bir chipdagi milliardlab tranzistorlarning joylashuvi aynan shu litografiya jarayoni orqali belgilanadi. Mashina soatiga 200 ta plastina bosadi. Natijada yuzlab qatlamlardan iborat murakkab chip hosil bo'ladi. Shu joyda tranzistor nima degan savol tug'ilishi mumkin. Agar sizga mikroelektronikaning eng asosiy elementi tranzistorlar va ularning texnologiyasi qiziq bo'lsa, izohlarda tranzistor deb yozib keting. Albatta, bu bo'yicha alohida video tayyorlaymiz. HNA va kelajak Hyper NA. ASML hozirda HNA HEUF yangi avlod mashinalarini ishlab chiqmoqda. NA bu numerical aperture, ya'ni linzaning ochilish burchagiga. Oddiy qilib aytganda, linza qancha katta bo'lsa, shuncha ko'p nur yig'adi va chipdagi naqshlar yanada aniqroq bosiladi. HNA mashinalarda linza kattaligi oshirilgan. Bu esa chip dizaynini kamroq maska bilan bosishga imkon beradi. Natijada jarayon tezlashadi, aniqlik oshadi va chip ishlab chiqarish samaradorligi ortadi. Intel allaqachon HNA yordamida chip ishlab chiqarishni boshladi va uni avvalgi modellardan 2 baravar ishonchli deb baholamoqda. Samsung esa ishlab chiqarish siklini 60% ga qisqartirishni aytmoqda. Lekin bu mashinalar juda katta va energiya talabchan. Narxi 400 million dollargacha yetadi. Hozirda ASML energiya samaradorligini oshirish ustida ishlamoqda albatta. 2018-yildan beri har bir plastina uchun energiya sarfi 60% ga kamaytirildi. Mashina hozir soatiga 200 ta plastina bosadi. Kelajakda bu ko'rsatkich bir necha yuzga yetkazilishi rejalashtirilgan. Kelajakda esa yanada ilg'or Hyper NA mashinalar paydo bo'ladi. Bu mashinalar HNA dan ham katta linzaga ega bo'ladi va yanada kichik naqshlarni bosishga imkon beradi. Narxi 700 million dollargacha yetishi mumkin. ASML mijozlarining ehtiyojiga qarab 2030-2035-yillarda Hyper NA mashinalariga talab paydo bo'lishi kutilmoqda. Demak, ASML faqat bugungi chiplarni emas, balki kelajakdagi texnologiyalarni ham belgilab bermoqda. HNA hozirgi davrning yutug'i, Hyper NA esa kelajakning kalitidir. ASML global ahamiyati va monopoliyaning oqibatlari. Bugungi kunda chip sanoati trillion dollarlik bozor va bu bozorning yuragi ASML mashinalari. Moore qonunini eslaymiz. Har 2 yilda chipdagi tranzistorlar soni ortib boradi. Bu qonun o'nlab yillar davomida haqiqat bo'lib kelmoqda. Nega? Chunki ASML litografiya mashinalari tranzistorlarni yanada kichraytirishga imkon beradi. EF bo'lmaganda biz 5, 3 yoki 2 nanometr chiplarni ko'rmagan bo'lardik balki. Sun'iy intellekt, kvant hisoblash, 5G tarmoqlar, avtonom avtomobillar barchasi ASML texnologiyasiga bog'liq. Shuning uchun bu kompaniya nafaqat iqtisodiy, balki geosiyosiy kuchga ham ega. AQSh bosimi ostida Niderlandiya hukumatı ASMLning EF mashinalarini Xitoyga sotishni taqiqladi. Bu oddiy biznes qarori emas, balki strategik qarordir. Chunki EF texnologiyasi kelajakdagi sun'iy intellekt va harbiy texnologiyalar uchun asosiy qurol hisoblanadi. Xitoy esa mustaqil chip sanoatini rivojlantirish uchun 100 milliardlab dollarlar sarmoya kiritmoqda. Ammo EF ularga yopiq. Bu esa global chip urushining eng muhim fronti va bu yerda TSMC, Samsung kompaniyalari va ularning nanometrlar bo'yicha yashirin urush ham muhim. Agar siz Samsung
va iPhone chipini tayyorlaydigan gigant TSMC kompaniyalari o'rtasidagi nanometr texnologiyalari bo'yicha kurash haqida video qilishimizni xohlasangiz, izohlarda Samsung yoki iPhone so'zini yozib qoldiring. ASML bugungi kunda chip sanoatida deyarli monopolist. Dunyo bo'yicha EOF mashinalarini faqat ular ishlab chiqaradi. Nikon va Canon ortda qolgan. Ularning texnologiyasi kamida 10 yil kechikkan. Narxi ham shunga yarasha. Oddiy DUF mashinasi $590 million. EOF mashinasi $220-300 million. HNA esa $400 million oshadi. Shunga qaramay, kompaniyalar bu mashinalarni sotib olishga majbur, chunki ilg'or chiplarni yaratishning boshqa yo'li yo'q. 2024-yilda ASML kapitalizatsiyasi 377 milliard yevroga yetdi. Yiliga atiga 20 ta EOF mashinasi ishlab chiqariladi. Lekin har bir milliardlab dollar ishlab chiqarishga imkon beradi. Tasavvur qiling, bir yilda 20 ta mashina va butun dunyo texnologiyasi ularning ustiga quriladi. Bizdagi eng katta ishlab chiqaruvchi zavodining 1 yillik daromadi qancha ekan? Bilganlar albatta izohda yozib keting. Demak, ASML bu faqat texnologiya kompaniyasi emas. Bu butun dunyo raqamli kelajagining belgilovchi strategik o'yinchi. Intel, Samsung, TSMC kabi gigantlar ASML ga sarmoya kiritgan bo'lsa, AQSh va Yevropa uni geosiyosiy resurs sifatida ko'radi. Shunday qilib, ASML bugun nafaqat chip sanoatining yuragi, balki global siyosatning ham markazida turibdi. Ularning monopoliyasi narxlarni oshiradi, lekin Moore qonuni tranzistorlarni kichraytirishga majbur qiladi. Shuning uchun ASML ham doimiy yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga majbur. Do'stlar, bugun biz dunyo chip sanoatining yuragi va eng ilg'or texnologiyalarni belgilab berayotgan ASML kompaniyasi va EOF litografiya qurilmasi haqida gaplashdik. ASML bu faqat bir kompaniya emas, bu butun insoniyatning texnologik kelajagini belgilovchi kuch. Har bir ilg'or texnologiya orqasida insonning mehnati, sabri va orzusi yotadi. Siz ham kelajakdagi muhandis, olim yoki tadbirkor bo'lishingiz mumkin. Muhimi o'rganishni davom ettirish va katta maqsad qo'yish. Texnologiya kelajagini yaratadiganlar bugungi yoshlar. Demak, kelajak sizning qo'lingizda. Bu bizning chip va ilg'or texnologiyalar bo'yicha 3-videomiz edi. Keyingi qism uchun o'zingizga qiziq mavzularni albatta izohlarda yozib qoldiring. Yana bitta muhim xabar. Biz shu kabi ilm-fan yutuqlari, innovatsion texnologiyalar bo'yicha doimiy ko'rsatuvlar tayyorlashni maqsad qilganmiz va buning uchun bizga homiylar kerak. Homiylik masalasida takliflar bo'lsa, kutib qolamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Oldinda yanada qiziqarli mavzular kutmoqda. Bu Zoir Kenjayev bilan texnologiya ichiga sayohat edi. Diqqat bilan ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Vaqt bebaho. Vaqtingizni foydali ishlarga sarflang.